Bu gapni hech kimga aytmoqchi emas edim, lekin sizlarga aytishga qaror qildim. Ichimga sig'madim. Video davomida aytaman. Bugun sizlarga aytgan o'sha 3 ta parda zakazimni chiroyli qilib bitirib bo'ldim. Alhamdulillah. Allohim Ramazon oyida baraka bersin. Shunday bilinadi-ya. Shu o'rinda jahlimni chiqargan bitta narsani aytib ketdik. Klientlarimga zakazimni tez tik bersam, buni ishi oson ekan-da. O'shaning uchun tez tik bo'ldi deb o'ylar ekan. Lekin umuman unaqa emas. Zakazni tez tik berishimning ikkita sababi bor. Men o'zimning sistemam bilan ishlayman. Agar zakazlarni vaqtida joyida chiqarib bermasam, zakazim battar ko'payib ketadi. O'shaning uchun ham o'zimning planim bilan ishlayman. Shuni hisobiga siz zakazingiz tez bitadi. Mani fishkamga aylangan, ya'ni 77% auditoriyam keladigan eng asosiy sababi siz tez va chiroyli tik berasiz. O'shaning uchun ham sizga kelamiz deyshadi. Shu gapni oqlash uchun ham tez tik beraman. Lekin men ham uyimga, o'zimga uxlashga ajratadigan vaqtimdan kechib siz zakazingizni qilib berishim bu oson ekan deydigan emas-da. Hisoblab ko'rsam 6 tagina zakazim qolibdi. Keyin sizlarga aytmoqchi bo'lgan glavniy yangiligim, xudo xolasa qizlar shunaqa adres nusxali sifatli leo materialidan tez kunlarda Al-Hijabiyya brendida troykalarni tikib sotuvga chiqarish niyatim bor qizlar. Anchadan beri harakat qilib yuraman. Bo'lsin, zo'r bo'lsin, vaqt ketsa ketsin, pul ketsa ketsin. Lekin men tikayotgan troykalar zo'r chiqsin deb shu troykalar ustida ishlayapman. Xudo xolasa zo'r chiqishiga va sizlarga yaxshiga ishonaman. Hammasini ko'rsatmayman, qizig'i qolmaydi. Aytgancha parda tikayotganimni qo'yganimdan beri ko'pchilik menga parda zo'r tikasizmi, nech puldan tikasiz deb so'rayapsizlar. Qizlar ko'rib turganingizdek, santimetrlab даже shunaqa zborkalarni o'lchab bittalab chiroyli qilib chiqaman. Undan tashqari klientimni barmoqlari og'rib qolmasin deb shunaqa shpilkalarni ham bittalab tiqib berdim. Yashab bersang bo'ldi deganda ilib qo'ysalar bo'ldi. Shu o'rinda qizlar charchamang, ishingizga rivoj zo'r ketyapti desangiz, bitta like sizda. Harakat qilishman, millionerkalarim.